Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Inson hayotida har kuni bir voqealiklar bo'ladi. Bu voqealiklarni ko'rib, albatta inson ibrat oladi, tafakkur qiladi. Allohga hamd va sano aytadi. Yaxshiliklarga shoshadigan bo'ladi. Bir kuni bir voqea bo'ldi. Bu voqea mening xotiramda tanga voqeasi bo'lib qoldi. Narsa olish uchun do'konga kirdim. Bir chetda nochor kiyimlaridan, odamlardan uyalib turgan ayol 2 dona bo'lka nonga qo'lidagi tangalarni bolam yig'gan ekan deb nim tabassum bilan sotuvchiga uzatdi. Shu payt bitta ortiqcha tanga 500 so'mlik tushib ketdi. Ayol shosha-pisha tangani qidira ketdi. Sotuvchi qo'ying qidirmang deb o'zida turgan tangani berdi. Haligi ayol 500 so'm tangani cho'ntagiga solib nonni olib chiqib ketdi. Sotuvchi tanish odam edi. Yaxshi qildingiz dedim. Bechora shu tangani saqlab yuradi. Qo'shib chatib yana bitta nonni pulini taxlab qo'yadi. Hammani oldida xijolat edi. Insonning cho'ntagidagi puli bo'lsa hech qachon qimtinmaydi. Bir chekkada ham turmaydi. Bemalol, xotirjam xohlagan narsasini oladi. Shu onda o'sha faqir ayolga aytadigan gapim: ey muslima opa, mahzun bo'lmang. Faqirlik, qiyinchilik ortida katta ajr va savoblar, Allohning fazli turibdi. Allohning rahmati turibdi. Zero jannat asosan kambag'al, faqir, miskin mo'minalarning joyi bo'ladi. Jannat eshiklari siz kabi kambag'al musulmonlar uchun ochilganda, dunyosida boyligiga ko'milib, sarf xarajatlarni faqat o'zi va oilasiga qaratganlar, juda vijdon qiynalmasligi uchun biron-siron nafaqa ehsonlarni qo'l uchida qilganlar jannat ostonasida yarim kun ushlab turiladi. Yarim kun 500 yil deganidir. Bugun Allohning sinovi uchun bergan rizqini o'ziniki qilib olgan. Har gapida aqli, mehnati, tadbiri sababidan unday qilgandim, bunday bo'ldi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Va hokazo gaplari bilan o'zini ovuntirib yuradigan musulmon boylar ham yo'q emas. Kambag'al faqirni ko'rsa uzoqroq yuradi. Ustidan kuladi. Dangasa, ish yoqmas deb piching va dashnom qiladi. Hamma faqir kambag'allar dangasa ish yoqmasmi? Yo'q. Unda ularning kunlik yeb ichishini, kiyimini, xarajatlarini kim bermoqda? Alloh bermoqda. Hammamizni rizqimizni Alloh bermoqda. Kimgadir oz, kimgadir ko'p. Sizga esa ko'proq berdi. Dini ravnaqi yo'lida infoq ihson qilayotgan mol dunyo egalarini Alloh 2 dunyo aziz qilsin. Mulkni Allohning ne'mati va sinovi deb o'z o'rnida yetkazadigan boy, mulkdor musulmon insonlardan Allohim rozi bo'lsin.